Barchaga xayrli vaqt tilagan holda Meksika, AQSh hamda Kanada mamlakatlarida o'tayotgan jahon chempionati anatomik tahliliga o'tamiz. Meksika to'p nazorati bo'yicha 56% ni qo'lga kiritdi. To'p uzatish tezligi va uslubi. Opta tahliliga ko'ra, ular juda shoshilmasdan qisqa paslar bilan pozitsion hujum uyushtirish taktikasini qo'llashdi. Jamoaning o'rtacha yoshi 26-8 yosh. Tajriba va yoshlik balansi yaxshi shakllangan. Kornerlar 3 o'yinda 17 ta, follar soni 38 ta, ofsaydlar 5 marta, 4 ta sariq kartochka va 1 qizil kartochka. Tarkibdagi 26 ta o'yinchidan 19 tasidan foydalandi. Jamoa bosh murabbiyi Javier Aguirre asosan 4-3-3 sxemasidan voz kechilmadi. Ba'zi bir vaziyatlarda 4-1-4-1 himoyaviy taktikaga o'tildi. Driblinglar soni 24 ta va darvoza sari jami 39 ta zarba yo'llandi. Janubiy Afrika jamoasi o'rtacha 44% to'pga egalik qildi. Jamoa o'rtacha yoshi 27.2, kornerlar soni 11 ta, follar 42 ta, ofsaydlar 6 ta, 5 ta sariq kartochka, 26 ta o'yinchidan 17 tasi maydonga tushirildi. Bosh murabbiy o'z o'rnida qoldi, chunki uzoq muddatdan beri bu jamoa guruh bosqichidan o'ta olmayotgan edi. Musobaqa davomida 5-4-1 sxemasida harakat qildi. Driblinglar soni 28 ta, umumiy zarbalar soni 26 ta. Janubiy Koreya o'rtacha 51% to'p nazorati, to'p saqlashni afzal bilishdi. Opta tahliliga ko'ra, Janubiy Koreya jahon chempionatida 48 ta jamoa ichida to'pni oldinga eng sekin uzatadigan jamoa sifatida ko'rildi. O'rtacha yosh 26.4, kornerlar soni 14, follar soni 29 ta. O'yinchilar 4 marta ofsaydga tushib qolishdi. 3 ta o'yinda 3 ta sariq kartochka. Murabbiy Hon Myon Bo 26 ta o'yinchidan faqat 16 ta o'yinchini maydonga tushirdi. Eng shoshuvli voqea shu guruhda sodir bo'ldi. Janubiy Koreya prezidenti jamoaning o'ta mazmunsiz va qoniqarsiz o'yini ortidan milliy assotsiatsiya ustidan tekshiruv boshladi. Bosh murabbiy Hon Myon Bo qattiq bosim ostida qoldi va bu muvaffaqiyatsizlikdan so'ng iste'foga chiqarildi. Ular 4-2-3-1 va 3-4-3 taktikasida harakat qilishdi. Driblinglar soni 19 ta, umumiy darvoza sari zarbalar soni 31 ta. Chexiya milliy jamoasi o'rtacha to'p nazorati 49%, jamoaning o'rtacha yoshi 25.9, guruhdagi eng yosh tarkib. 3 ta o'yin davomida kornerlar soni 15 ta, follar soni 45 ta, ofsaydlar soni 7 ta, 6 ta sariq kartochka, 26 ta o'yinchidan 18 ta futbolchi foydalanildi. Murabbiy Ivan Gashik Chexiya Federatsiyasi tomonidan iste'foga chiqarilish masalasi ko'rilib chiqayotganini ma'lum qilgan. 3 ta o'yinda har xil sxema sinab ko'rildi. 3-4-2-1 dan an'anaviy 4-4-2 ga, Meksikaga qarshi o'yinda 4-5-1 himoyaviy blokka o'tishdi. Driblinglar soni 15 ta, darvoza sari jami 28 ta zarba yo'llandi. E'tiborga molik voqealardan Meksika o'z darvozasidan birorta ham to'p o'tkazib yubormagani hamda Janubiy Koreya terma jamoasi murabbiylari shtati ustidan siyosiy darajada tekshiruvlar boshlangani.